والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Musulmon kishilar Alloh taoloning oldiga borganda, Alloh taoloning oldiga olib boradigan ibodatlarning eng yaxshisi, yurtojisi bu namoz. Namozimizni mukammal bo'lishiga juda ham muhim. Chunki birinchi so'raladigan savol-javobimiz, imtihonda so'raladigan savol-javobimiz bu namozimiz. Shuning uchun namozimizdagi kamchiliklarimizni, ilmimizni har doim, har vaqt dolzarb bilib o'rganishligimiz. Shular jumlasidan namozda namoz o'quvchining qo'llari takbir, ya'ni Allohu akbar deb namoz boshlashlikda qanday holatda bo'ladi? Shu to'g'risida hadislardan, hujjatlardan o'rganamiz. Inson namozga kirishligidan oldin ikki qo'lini quloqlari barobarida ko'tarishligi bizni hanafiylarda sunnati muakkada, ya'ni sunnat bo'ladi. Shuning uchun albatta bunga rioya qilishligimiz kerak. Ushbu hadisda keladiki, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar namozga kirishsalar ikki qo'llarini yelkalari barobarida ko'tarar edilar. Mana bu bizlarga hujjat. Ya'ni qo'llarimizni ko'tarishligimizga hadisdan kelgan hujjat. Yana quyida keladiki, Imom Tahoviy rahmatullohi alayhi Baro ibn Ozib radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini barmoqlari quloqlarni yumshoq joyiga yaqinlashuniga qadar ko'targanliklarini rivoyat qilgan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki qo'llarini quloqlari barobariga ko'targanliklariga mana bu hujjat bo'ladi. Ya'ni hadisdan hujjat bo'ladi. Yana ulamolar bu joyda juda ham ko'p masalalarni ko'rsatishdi. Shulardan bir nechtasini eslatib o'tamiz. Ya'ni o'zi quloq olishda 3 ta bosqichimiz bo'ladi. Ya'ni qo'l qayergacha ko'tariladi. Ya'ni bu birinchi masala. Qo'llar quloqlargacha ko'tariladi. Endi quloqlarga ko'tarilgan vaqtda qo'llarning holati qanday bo'ladi degan masalaga. Qo'llarning holatini o'z holiga qo'yamiz. Ya'ni katta ham ocha olmaymiz, juftlardan turmaymiz va qiblaga yuzlangan holatda bo'ladi. Ya'ni shu qo'llarimiz ikki kafti qiblaga yuzlansin. Ya'ni qiblaga yuzlanib turgan qilamiz shunday holat. Va uchinchisi nima desa, uchinchisi takbir bilan qo'llar mos bo'lishligi. Ba'zi holatda quloq qoqdiki Allohu akbar deb qo'yadi. U umumiy. Quloq bilan teng Allohu akbar deb turib teng harakatlanishligimiz kerak. Alloh taolo gapirganlarni o'zlarini amal qilishlari, eshitganlarni amal qilishlarini Alloh taolo nasib etsin. Ikki dunyoda ham yuzlarimizni Alloh taolo o'zi yorib qilsin. Bu dunyoni yaxshiliklarini, oxiratni yaxshiliklarini hammalarimiz